Assalomu alaykum. Regiondagi tadbirlar bilan borib vaqtim yo'q edi oyliklarni olishga. Hozir mana bankka keldim qizlarjonlar. 16-katalogimiz boshlandi va bu videoni aynan yangi hamkor uchun olaman. Ana qizlar, yana bankka keldim. Hozir oyliklarni yechishga. Mana hozir kod kiritaman, olaman va qabul qilaman. Yoqimli tovushli. Mana oldim, alhamdulillah. Hozir sanavaraman. Mana alhamdulillah oyliklarimni olib chiqaman bankdan. Mana qizlarjonlar, biznesga qo'shilaymi, qo'shilmaymi, qila olamanmi, qila olmaymanmi, o'shaydimi yo'qmi degan qizlar uchun spesial video olaman. Mana oyliklarni yechib olib, alhamdulillah oldim. 20 kunlik daromadim. Azizlar, yana bir qaytaraman, Faberlik kompaniyaga farqi yo'q. Kimga oylik to'lash, kim ishlasa soliq to'lab, mutlaqo 100% rasmiy ravishda biz olayotgan daromadlarimiz o'shanga qizlarjonlar harakat qilinglar, o'zingizga ishoninglar va bizning Global Team jamoamizda biz bilan birgalikda katta maqsadlariga erishinglar. O'zingizga ishoning. Qolganini biz o'rgatamiz.